Tong sekin yorisha boshlagan mahallamizda odatdagidek sokinlik hukm surar, havo esa nam va sokin bir ertalabni eslatardi. Qishloqdan shamol ohista esar, uzilgan barglar to'kilib, daraxtlar orasida mayin shitirlardi. O'sha payt uyimiz qarshisidagi hovlida mashina motorining ovozi eshitildi. Derazadan qarasam, ko'p yillardan beri chet elda yashab yurgan qo'shnilarimizning o'g'li Islom mashinadan tushayotgan edi. U bolaligida bizning ko'chada do'ppisini uloqtirib yugurib yuradigan shoh bola edi. Hozir esa yelkalari keng, yuzi jiddiy, ko'zlarida esa boshqa mamlakatlarda ko'rgan hayotning og'irligi aks etib turgan yigit edi. U yon tomonga qarab chamadonlarni olarkan men bilan ko'z-ko'z bo'lib qoldi. Men unga jilmayib qo'ydim, u ham kulimsiradi. O'sha lahzada ko'nglimda nimadir qimirlab ketdi. Tan olish qiyin bo'lsa ham, yillar davomida yo'qligidan so'ng uning qaytishi ichimda galati hayajon uyg'otdi. Xuddi uzoq yo'ldan qaytgan tanish qiyofa, bolalikni eslatadigan biri qaytgandek edi. Islom qo'l siltab salom berdi. Men ham derazani ochib salom qaytardim. U keskin o'zgarib ketgan edi, bola emasdi, endi baland bo'yli, qaddi tik yigit edi. Uning har bir qadamida ishonch sezilardi. Shunga qaramay, ko'zlaridagi muloyimlik bolalikdan qolgan bir unsurni eslatib turardi. O'sha kunning o'ziyoq mahallada gap-so'z boshlandi. Qo'shnining o'g'li qaytibdi, u ancha katta bo'libdi, chet elda o'qib kelganmish, degan mishmishlar tarqaldi. Lekin mening miyamda faqat u yurgan joy, uning ko'rinishi, o'sha qisqa tabassumi aylanib yurardi. Boshimni qanchalik chalgitmoqchi bo'lsam ham, biror ishga qo'l urganimda ham o'sha manzara ko'z oldimda jonlanaverardi. Kechga yaqin Islom uyimiz yonidan o'tdi. U qo'lida kichik savatcha ko'targan edi. Men tashqariga chiqayotgan vaqtimda u to'xtab qoldi. "Assalomu alaykum, qo'shni", dedi muloyim ovozda. "Onam sizlarga salom yo'lladi, uyda pishirgan narsalar bor edi." Men savatchani olarkanman, ichimda iliq bir his uyg'ondi. "Rahmat, Islom. Yaxshi yurganingiz bilan ham quvonib qoldik", dedim jilmayib. U boshini qimirlatdi. "Men ham bu joyni sog'ingan ekanman", dedi u ko'chaga qarab. Yillar o'tib bilarkan odam. Uning ovozi sokin, lekin chuqur edi. Ichida nimadir yashirinayotgandek tuyulardi. U ketib borayotganda ko'zlarim beixtiyor uning ortidan ergashdi. Shu kundan keyin Islom bilan oz-ozdan gaplashib turadigan bo'ldik. Hovlida suv sepayotganimda, ko'cha supurayotganimda, do'konga chiqayotganimda u bilan yo'limiz kesishaverardi. Har safar u bilan sal gaplashsam, ichimda nimadir uyg'onar, nimadir avvalgiday bo'lmay qolardi. Buni yashirish qiyin edi, ammo tan olish undan ham qiyinroq edi. Bir kuni kechqurun to'satdan elektr o'chib qoldi. Butun mahalla zulmatga cho'mdi. Derazadan qarasam, faqat qo'shnining hovlisi chiroq bilan yoritilgandi. Oradan ozroq vaqt o'tib eshigim taqilladi. Eshikni ochsam, Islom turardi. "Qorongida o'tiribsizmi? Chirogimiz bor, xohlasangiz bizning hovliga o'ting", dedi u muloyim ohangda. Avvaliga biroz hayajonlandim, keyin esa bosh irgadim. Hovliga borganimizda sham yoqilgan choyxona burchagida yumshoq to'shak to'shalgan, oldida choynak turgan edi. Islom choy quyib menga uzatdi. U sham yorugida yana ham ozgacharoq, jiddiy va bir vaqtning o'zida juda yaqin odamga aylangandek ko'rinardi. Biz uzoq vaqt suhbatlashdik. U yashagan joylar, qilgan ishlari, ko'rgan qiyinchiliklari haqida gapirib berdi. U qanchalik uzoq bo'lsa ham, aslida katta sog'inch bilan qaytib kelganini aytdi. Men unga qarab o'tirar ekanman, ko'nglimda yoshligimdan beri biror odamga nisbatan sezmagan iliqlik paydo bo'layotgandek edi. U mendan ko'zini uzmasdi, men ham gapira turib, bir-ikki marta ko'zlarimni chetga olib ketishga majbur bo'lardim. Nimadir noto'g'ri emasdi, lekin nimadir odatdagidek ham emasdi. Tashqarida shamol shitirlab, sham yorugida Islomning yuzi yanada jozibaliroq, yanada ozgacha ko'rinardi. Bir payt u asta so'z boshladi. "Bilasizmi, bu yerga qaytish qiyin bo'ldi. Lekin sizni ko'rib, o'zimni biroz tinchgandek his qildim. Bolaligimni esladim." Bu so'zlar ichimni yana ham titratdi. O'sha kecha uyga qaytganimda yuragim galati ura boshladi. Xona jim, lekin ko'nglimda nima bo'layotganini o'zim ham tushunmasdim.
Nega islomni ko'rganda ichimda galati hislar uyg'onadi? Nega uning birgina jilmayishi meni titratib yuboradi? Bu savollar osha-kech uyqu bermadi. Ertasi kuni ertalab suv tashib chiqayotganimda Islom devor ortidan salom berdi. Uning ovozida bir kecha oldingi suhbatimizning izi bor edi, xuddi biror narsa ortamizda o'zgargandek, lekin ikkovimiz ham uni tilga ololmayotgandek bo'ldik. Kunlar o'tgan sayin bu o'zgarish battar sezila boshladi. U har safar yonimdan o'tganda bir zum to'xtab gaplashib olar, men esa o'zimni har safar o'zgarib borayotganimni his qilardim. U bilan gaplashganimda ichim yumshab ketar, go'yo uzoq yildan beri tanish odam bilan uchrashgandek bo'lardim. Mahalla esa bunday o'zgarishlarni sezmasdan qolmaydi. Bir kuni do'kondagi ayollardan biri kulimsirab, "Qo'shningning o'g'li bilan ko'p gaplashibsana", dedi. Men jilmaydim, lekin ichimdan biroz noqulaylik sezdim. Ular yana davom etdilar, "Yaxshi yigit ekan, sizga yarasharkan ham." Men go'yo hech narsa bo'lmaganday uyga qaytdim, lekin bu gaplar ichimda ko'p o'ylashga majbur qildi. Men odamlar nima deydi, degan qo'rquv bilan ham o'zim sezayotgan hislarim o'rtasida qolib ketdim. Bir kuni Islom bilan yo'limiz yana kesishdi. U qandaydir jiddiy ko'rinardi. "Nega mendan uzoqlashyapsiz?" dedi u to'g'ridan to'g'ri. Men bir muddat unga qarab turdim, so'ngra ko'zlarimni olib qochdim. "Odamlar gapiryapti", dedim past ovozda. "Sizni noqulay ahvolga qo'ymoqchi emasman." Islom yaqinroq keldi. "Menga odamlar gapining ahamiyati yo'q. Men sizni hurmat qilaman. Lekin sizni yoqtirib qolganimni yashira olmayman", dedi asta-sekin. Bu so'zlar yuragimni titratib yubordi. O'sha lahza men hech qanday javob topolmadim. Shunchaki jim turdim. Uning nigohi esa chuqur, jiddiy va hayajonli edi. Islom bir lahza sukut saqladi va asta qo'shib qo'ydi. "Agar sizni qiynayotgan bo'lsam, ayting. Men sizning xotirjamligingizni hamma narsadan ustun qo'yaman." Men unga qaradim, lekin gapira olmadim. Biroq ichimdan, "Men ham sizni yoqtirib qoldim", degim kelardi. Ammo tilim buni aytolmadi. Shu tariqa ikkinchi epizod tugab borar, lekin o'rtamizdagi taranglik, anglanmagan hislar va yashirin yaqinlik tobora kuchayardi. U bilan har uchrashuv, goh quvonch, goh xavotir, goh iliqlik, goh tartibsiz yurak urishiga aylanib borardi. Ba'zan u bilan gaplashishni xohlar, ba'zan esa qochardim. Bu hislarning o'zi meni chalgitardi. Islom esa har kuni meni ko'rganida xuddi biror qarorga kelgandek, nimadir aytmoqchi bo'lgandek, lekin o'sha aytilmagan so'zlarni ichiga yutib, muloyim tabassum bilan "Assalomu alaykum, qo'shni", derdi xolos. Shunday kunlarning birida u yana eshigimni taqillatdi. Uning yuzida jiddiylik bor edi. Men eshikni ochgan zahoti nimadir bo'lishini sezdirmay ichimda his qildim. U nimadir deyman deb turgandi. Men kutdim. U bir zum jim turdi va nihoyat so'z boshladi. "Bugun sizga bir narsani aytishim kerak." Va shu yerda uchrashuvimiz, 2 epizodlik hikoyaning eng keskin nuqtasi tugab borardi. Islomning aytmoqchi bo'lgan gapi hamma narsani o'zgartirishi mumkin edi. Islom eshik oldida turgancha chuqur nafas oldi. Uning nigohida hayajon, qo'rquv va bir oz ishonchsizlik aralash edi. Men esa eshikni tutgancha jim qotib qoldim. U bir necha bor gap boshlashga urindi, lekin so'z topolmadi. Nihoyat u yon tomonga qarab bir qadam surilib, asta gapira boshladi. "Men ketmoqchiman", dedi u sekin. Bu so'zlarni eshitganimda yuragim bir zumga to'xtab qolgandek bo'ldi. U qayerga, nima uchun ketayotganini tushunmadim, lekin darrov o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ichimda nimadir qisildi. Nega? Axir men u bilan hali rasmiy hech narsa qilmaganman, hech qanday va'da bermaganman. Lekin uning ketishi haqida o'ylaganimning o'zi meni ichidan ezib yubordi. "Qayerga?" dedim o'zimni qo'ldan bermaslikka urinib. "Boshqa shahar", dedi u ko'zini chetga olib. "Ish taklif qilishdi. Ketdim deyish oson emas, lekin borishim kerak." Men hech narsa deya olmadim. Xuddi tilim qotib qolgandek edi. U esa mening jimligimni chiqarolmay davom etdi. "Lekin ketishdan oldin men sizga bir narsani aytishim kerak edi. O'sha kuni aytolmagandim.
Hali ham qiynalyapman. Men boshimni chayqadim, yana ayting degandek. U chuqur nafas olib menga qaradi. Men sizni unutolmayapman. Har kuni sizni o'ylayapman. Qanchalik ozimgar bu noto'g'ri odamlar gapiradi, siz qiynalasiz deb aytsam ham, yurak bor gaplarga quloq solmayapti. Shuni bilgan holda ketishim kerak deb o'ylayapman. Balki uzoqlashsam balki yo'qolar bu hislar, dedi u ovozi pastlab. Bu sozlar meni butunlay o'zgartirib yubordi. Islomning sozlarini eshitarkanman, yuragimdagi kopdan beri aytolmay yurgan gaplarim oz-ozdan bo'g'zimga tiqilib keldi. Ammo men yana ham jim turdim. Hech narsa demadim. Balki shu jimligim bilan men unga qol demoqchi edim, yoki balki ichimni bosib turdim. O'zim ham tushunmadim. Islom esa mening javobsizligimni ko'rib, sekin orqaga qadam tashladi va qo'lini ko'ksiga qo'yib, bir oz jilmaydi. Mayli. Men sizni qiynashni istamayman. Uzoqda bo'lsam, siz o'zingizni yengilroq his qilarsiz. Meni kechiring, dedi, keyin ortga qaytdi. U ketib borayotganida eshik yonida qotib turgancha uni kuzatdim. U har bir qadam tashlaganda xuddi yuragimga kimdir igna sanchayotgandek bo'ldi. To'xta demoqchidek lablarim qimirladi, lekin ovoz chiqmadi. U qadamlarning ovozi uzoqlashgan sari ichimda nimadir sindi. O'sha kecha uyga kirib, o'zimni eshitmaslikka urinib, yostiqqa boshlab yigladim. Yigim ovoz chiqarmasdi, lekin ko'z yoshlarim chek-chegarasiz oqardi. Yuragimdan kechayotgan ichki kurash tugamay qo'ygandi. Bir tomonda odamlar gapi, bir tomonda esa yurak. Ertasi kuni tong otganida boshim og'rib turdim. Derazani ochsam, havo nam, shamol sekin yo'nalib, to'kilgan barglarni uchirardi. Ko'chada sokinlik. Islomning hovlisi ham jim. O'sha sokinlikning o'rtasida birdan yuragim yana ham siqila boshladi. Go'yo u bugun hammasini yig'ishtirib chiqib ketadigandek. Bir necha soatdan so'ng shunday bo'lishi aniq bo'ldi. Ko'chaga chiqqanimda uning mashinasi ichiga yuk solayotganini ko'rdim. U onasi bilan nimadir gaplashdi, chamadonlarini joylashtirdi. Men esa yurtga borish uchun yo'lga otlangan odamga qarayotganday turardim. U meni ko'rib salom berdi, men esa jilmayishga ham kuch topolmadim. U mashina eshigini yopayotganda birdan to'xtab qoldi, menga qaradi, bir zum jim turdi. Ko'zlarida nimadir bor edi, aytilmagan so'zlar, qoldirilgan umidlar, tugallanmagan hislar. U mashinaga o'tirdi, motorni yoqdi. Men yurak urishimni eshitib turdim. Mashina asta qo'zg'alarkan, men beixtiyor bir qadam oldinga tashladim. Lekin yana to'xtadim. Biror narsa demadim. Mashina esa uzoqlashib borardi. To'g'ri, u ketdi. Men esa hech narsa qila olmadim. U ketganidan so'ng bir necha kun ichida mahalla ham qandaydir bo'sh, sukunatli bo'lib qoldi. Men izimni yo'qotib yuraverdim, biror ishga qo'l ursam ham fikrim islomda edi. Nega men o'sha kuni hech narsa demadim? Nega uni ushlab qolmadim degan savollar har kuni miyamda aylanardi. Bir kuni yengil shamolli kundagi kechqurun qo'shni opalardan biri aytdi, Islom ketibdi-ku, seni sog'inib qaytgan yigit endi boshqa joyda yasharmish, aytishlaricha yaxshi ishga joylashgan ekan, dedi. Bu gapning seni sog'inib qaytgan yigit qismi yuragimni yana tilib yubordi. Oradan 2 hafta o'tdi. Men har kuni kundalik ishlar bilan band bo'lishga harakat qilsam ham, ichki boshliq meni tinch qo'ymasdi. Bir kuni kechqurun yomg'ir yog'a boshladi. Qorong'i, sovuq, shamolli bir kecha edi. Men deraza yonida o'tirib, yomg'ir tomchilarining chertilishiga quloq tutdim. O'sha payt eshik qo'ng'irogi chalindi. Avvaliga hayron bo'ldim, kech bo'lgandi, bu payt kim kelardi? Eshikni ochsam, Islom turardi. Nam, sovuqdan titrayotgan, ko'zlari qizargan, uzoq yo'l bosib kelgandek holatda. Gaplashishim kerak, dedi u ovozida kuch yo'q holda. Men hayratdan qotib qoldim, lekin uni ichkariga taklif qildim. U sekin kirib, o'tirishga ham jur'at qilolmay bir joyda turib qoldi. Men sizni unutolmadim, dedi u ortiqcha gaplarsiz. Ketganimdan beri bir kun ham sizsiz o'tmayapti. Qayerga bormayin, nimani qilmay sizni o'ylayapman. Ketishning o'zi ham sizni unutish uchun emas edi, faqat shu hislarni bosish uchun edi. Ammo bo'lmadi. Men jim turardim.
U davom etdi. O'sha kuni sizdan javob kutdim. Siz bir ogiz qol desangiz ketmasdim. Lekin siz jim turdingiz. Men esa buni rad javobi deb qabul qildim. Ammo yuragim baribir sizdan uzoqlashmadi. Shuning uchun ham bugun shu yomg'irli kechada yana keldim. Nima bo'lsa ham, yana ketishdan oldin bilmoqchi edim, siz mening borligimni istaysizmi yo'qmi? Men uning ko'zlariga qaradim. Ko'zlarida shuncha iztirob, shuncha intizorlik bor edi. Men o'sha payt ichimni ezib yurgan hislardan xalos bo'ldim, nafasim ham ravonlashdi, yuragim o'z ovozini qayta topdi. Nihoyat ichimda yillar charchatgan jimlik buzildi. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim, dedim nihoyat. Bu so'z og'zimdan chiqishi bilan butun vujudimda yengillik sezdim. Islom ham bir zumda qotib qoldi, keyin o'sha lahza ko'zlaridan bir tomchi yosh sirgalib tushdi. U asta bir qadam tashlab menga yaqinlashdi. Menga shuni aytishingizning o'zi kifoya, dedi u, men ortiq ketmayman. Odamlar nima desa desin. Siz rozi bo'lsangiz, men shu yerdaman, qo'shningiz emas, balki taqdiringiz bo'lishga tayyorman. Men unga jilmaydim. O'sha kecha hech qanday yaqinlik, hech qanday nojo'ya so'zlar bo'lmadi. Faqat yomg'ir ovozi, yurak ovozi va uzun yillar kutgan halollik bor edi. U shunchaki yonimda o'tirdi. Biz uzoq suhbatlashdik, o'zimizdan qochgan hislarni tan oldik, boshqalar gapi bilan emas, o'z taqdirimiz bilan yashashga qaror qildik. O'sha kecha bizning hayotimizdagi burilish nuqtasiga aylandi. Chunki ikki inson o'z hislarini pichirlab bo'lsa ham tan olib, boshqalarning so'zi emas, o'z qalbining istagini tanladi. Shundan keyin hayot boshqacha oqimga tushdi, sekin, muloyim, ammo qat'iy. Endi Islom ketishni o'ylamadi. Men esa uni ushlab qolish uchun hech narsa demagan kunlarimdan afsuslanishni to'xtatdim. Endi aytilmagan so'zlar o'rni yo'q edi.